Assalamu alaykum do'stlar. Hozir a'zo uchur qisturmasini qo'shni so'zlab o'tamiz. Bu a'zo uchur qisturmasi nima desa, masalan, men bu yerni bir sinoq tema joy ochgandan keyin bekatdagi a'zolarning bosh qismi ostida a'zolarning uchurini ko'rsatib berdi. Masalan, mana qaraydigan bo'lsak, mana biz oldin qatim o'zimiz qatgan turlar, buni oqibat boshqarishni tanishib so'zlab bo'ldik. Endi biz mushurni ko'rkamlashtirib so'zlab o'tamiz. Bu qisturma mush qisturma shu Emas men buni avvaldan bo'shliqqa yo'llay. Shu Suriyaga bo'lgan qisqacha yo'llaymiz. Aldiga chekindi. Shuningdek mana mush qisturma shu ekan. Yo'llab o'tay avval qisturmani. Qisturma yo'llanib bo'pti. Endi biz qishlashga boshlab ketaylik. Qanday qashlaydik? Oqibatdan yung turib ko'ramiz. Undan keyin biz bu qisturni qashlaymiz, ammo xato bo'lib qopti. Mana ism o'zgarish gaming shenching ism o'zgarish qisturmiz ekan. So'zlar berildi. Anchon qilib atdik. Anchon qilib atgandan keyin buni qanday qilamiz? Qo'zg'atamiz. Qo'zg'atib bo'ldik. Undan keyin mana gaming shenching deb chiqdi. Biz buni tahrirlaymiz. Bu qismni qo'zg'atamiz. Ism o'zgardi, ammo yerdan Yetu Davxon degan bat usti yetakchisi, ya'ni mashhurun shu mana. Mushurniki adresi shu. Bu yerdan ismini o'zgartiradigan a'zolar degan gap. Bu yer cheklangan a'zolar o'zgartirmaydi. Yangi a'zodan boshlab a'zo guruhlari, undan keyin ma'lumdan bekat mas'ul alayda boshqaruvchilarni o'zgartiradi. Kontrolni biz tanlab qo'yamiz. Bo'ldi. Tejab qilib atdik. Tejab qilib atgandan keyin biz Gongju tizimligidan cho'lingni bosib bat yanglab qayda bir bat yanglab baqaylar. Bo'ldi. Qaraydigan bo'lsak, mana o'rinda ism o'zgarish degan birdan xat paydo bo'ldi. Biz ism o'zgarish degan bo'lsak, mana yangi a'zolik nomimizni kirgizamiz. O'zgartirib yozib bilan yo'llash qilsak, a'zolik qismimiz o'zgaraydi degan gap. Mana bu ism o'zgarish qisturmasiningki o'rnatilish jarayoni. Darsimiz shagicha olsun. Xayr xo'sh.